Ehtimol namozni bilmagan tanadan chiqqan ruhning hikoyasidek qayg'uli hikoyani topmaysiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'minning ruhi tanadan yengillik bilan chiqadi, xuddi suv idish og'zidan oqib chiqqanidek. Kofirning ruhi esa tanada qolib qiynalgan holda chiqadi, xuddi to'rning ichidan temir ilmoq bilan tortib chiqarganidek dedilar. Tarix kitoblarida rivoyat qilinishicha, Amr ibn Os roziyallohu anhu o'lim arafasida o'g'li: "Otajon, siz hayronman, insonning aqli joyida va tili aylanib turganida unga o'lim kelsa bu holatni nega vasf qilib bera olmas ekan der edingiz?" dedi. Shunda Amr ibn Os roziyallohu anhu: "O'g'lim, o'lim tasvirlab bo'lmas darajada buyuk og'ir narsa. Ammo men undan bir qismini senga aytay. Qasamki, go'yo yelkamda Rizvo va Tixoma tog'lari bosib turganday og'irlikni his qilyapman. Nafas olishimda go'yoki igna teshigidan havo o'tayotgandek qiyinchilik bor. Ichki a'zolarimda go'yoki tikanli butaning shoxlari aylanib turganday og'riqni sezyapman. Osmon yerga yopishib ketgan u, men esa ularning orasida siqilib qolib ketgandayman", deb javob bergan ekan. Xulosa o'zingizdan.